Bugun Manas xalqaro aeroportida qalbaki pasport bilan o'tishga harakat qilgan fuqaro qo'lga olindi. Chegara xizmatining bildirishicha, qo'lga olingan kishi 1984-yili tug'ilgan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ekanligi aniqlangan. U Kazan-Bishkek yo'nalishi bo'yicha 858-qatnov bilan Qirg'izistonga kelgan. Uning hujjati Qirg'iziston fuqarosi nomiga olingan pasport bo'lgan. Tegishli hujjatlar to'ldirilgandan so'ng qo'lga olingan fuqaro Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining hududiy bo'lim xodimlariga o'tkazib berilgan. O'lkada 9 oy ichida 134 kishi suvga cho'kib halok bo'lgan. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ularning 78 erkak kishi, 18 ayol, 38 bolalar. 100 nafari yozgi mavsumda halok bo'lganlar. Barchasi cho'milishdan halokatga uchramagan, orasida avtomashinada suvga qulab chiqa olmay qolganlari ham bor. Hududlar bo'yicha suvga cho'kkanlar eng ko'p Chuy oblastida sodir bo'lgan, keyin Jalolobod oblastida. Favqulodda holatlar ministrligi cho'milish vaqtida xavfsizlik qoidalariga alohida e'tibor berish kerakligi haqida ogohlantirmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 yilda suvga cho'kib halok bo'lganlarning soni keskin ortgan. O'tgan yili bir yilda 112 kishi halok bo'lsa, undan keyingi yili bu ko'rsatkich 120 bo'lgan. Cho'ng'aloy rayonidagi tabiiy ofatda jabrlangan 566 turar joyning qurilishi bormoqda. 80 uy to'liq bitirilib, 78 ning chodirlari yopilmoqda. Shunda umumiy 100 ga yaqin uyda umuman ish boshlanmagan. Bu haqda hukumat rahbari Sapar Isaqov bilan Cho'ng'aloy aholisi uchrashgan vaqtda ma'lum bo'ldi. Qurilish ishlarini boshlamagan turg'unlar mablag' tanqisligi sababli ish boshlanmaganini tushuntirishdi. Shu tufayli yashovchilar davlatdan 500 ming so'mgacha nasiya berishni iltimos qilishdi. Hukumat rahbari o'z navbatida tegishli xizmat bilan so'zlashib, muammoni hal qilishga va'da berdi. Men Premier ministr қатары, hurmatli mening bir tuğandarım, men tushunib atam. Hozir abdan o'r ahvolda turasizlar-da. Biraz qayrat qilib chidab qo'yinglar. Biz hukumat tarafidan qo'limizdan kelgan ishlarning barini ko'ramiz. Qirg'iz-o'zbek chegara shartnomasi oktyabr oyining boshigacha ratifikatsiya qilinadi. Tegishli hujjatni parlament deputatlari Prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga bo'ladigan safariga qadar qabul qiladi. Ikki o'lka rahbarlari esa Toshkentda rasmiy imzolashi kutilmoqda. Shundan so'ng aniqlangan chegara hududlari jamoatchilikka e'lon qilinadi. Unga qadar ochiqlanmasligi xalq orasida gumonlarga sabab bo'lmoqda. Nima uchun maxfiyligi bilan muxbirimiz tanishtiradi. Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasidagi chegara hududlari ikki tomonlama so'zlashuvlar natijasida aniqlanib 85% hal bo'lgan. Endi oldida delimitatsiya va demarkatsiya masalalari qoldi. Aniqlangan chegara qismlarini legallashtirish maqsadida chegara kelishimini hukumat parlament e'tiboriga yubordi. Ammo masala yopiq eshik ortida ko'rilib, ma'lumotlar to'liq e'lon qilinmagan. Jog'org'i kengash bilan hukumatning chegara masalasini yopiq tarzda o'tkazish jamoat orasida shubhali fikrlarni yaratmoqda. Sababi chegara shartnomasiga imzo chekilganda xalq orasida Qirg'iziston O'zbekistonga yer sotdi degan so'zlar tarqalgan edi. Buni ayrim tahlilchilar aytib, xalq nomidan saylangan deputatlar bunday masalani ochiq muhokama qilsa, parlament obro'si xalq orasida bir qancha ko'tariladi degan fikrlarni aytishgan. Tushundirme ishini yurgish kerak bo'lsa, mo'ncha kilometr chechildi. Ошонун ичинен моунчасы моунтип чечилди. Ал кыргыздарга жакшы биз даярдап аткан кагаз менен болду. Могул позициялардан биз кичине артка кеттик. Анткени себеби могул жакшы жактарды биз алдыга жылдырып алдык. Бул жактан биз кичине Өзбекстанга баягы уступка жасаганга, анткени бүт эле маселенин баарын бизде кылып чечип бербейт. Алар да өзүнүн даярдаган документтери менен келип туруп, анан кандай бир мындай соодалашуунун аркасынан чечиле турганын укат. Xalq vakillari esa chegara shartnomalarini yopiq tarzda o'tishni qonun doirasida izohlab berishadi. Ya'ni Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi bahsli hududlarning aniqlanganligi haqida ma'lumot qonuniy bo'lmaguncha sir saqlanadi. Sababi muhokama vaqtida aytilgan fikrlar ikki davlat munosabatlariga salbiy ta'sir qilishi mumkinligi aytilgan. Xudoy buyursa 3 o'qidan qo'lda o'tgandan keyin, to'liq protseduralar bitgandan keyin demarkatsiya masalalari boshlanadi. Ошол demarkatsiya masalasida dag'i to'liq ma'lumotlar уже açıkqa chiqib, elga to'liq ma'lumotlar beriladi da. Ошол кездерде qaysi жерде, misol qaysi kichkinakay jer o'zbek tarafga bersa, qaysi жерде ошого равноценный жер кыргыз тарапка алынганы боюнча да маалыматтар тагыраак берилет.
Parlamentning birinchi o'qishida chegara shartnomasini qo'llash qarorini 4 fraksiya chiqarib, Respublika Atajurt hamda Unugu Progress fraksiyalari rozilik berishmagan. Bunda hukumat ko'tarilgan masalani yetarlicha izohlab berishiga vaqt bermagani sabab bo'lgan. Bundan tashqari ayrim aniqlangan hududlar bo'yicha ham bahsli masalalar bo'lgan. Жабык эшигинде каралганда албетте бүдөмү караганда ой пикирлер пайда болот. Мынга чейин мисалы ошол эле Үзөң куш жана башка Каркара сыяктуу чегара маселеси каралганда мындай сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет демекчи, ушундай этияттык менен мамиле кылып калган учур. Мен билишимче талаш тартыш болгон Чала Сарт, Унгар Тоо ошол сыяктуу бир 20дан ашык жерлер дагы деле ушул мындай спорный деп коет, статус алардын термини боюнча. Ушундай статуста турат. Parlament chegara masalasini yana ikkinchi o'qishda ko'rib chiqadi. Bu orada aniqlangan hududlar avvalgi shartnomaga ko'ra hal qilinadi. Deputatlar esa hukumat taklifini qo'llasa, oldinda prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga bo'ladigan ish safari davomida rasmiy tarzda imzo qo'yiladi. Shundan so'ng chegara hududlari haqida jamoatchilikka e'lon qilinadi. Feruza Abdullayeva, Gulzara Baqayeva va Rustam Alimbayev, Intimaq. Milliy bank boshqarmasi chegirma miqdorini 5% darajasida qoldirdi. Bu haqda bugun bank raisining o'rinbosari Nurbek Jenish bildirdi. Uning bildirishicha, qaror bugundan boshlab kuchga kiradi. Sentyabr oyida inflyatsiyaning yillik ahamiyati avgust oyidagi 3.8% dan pastlab 3.2% bo'lgan. Ichki talabning bora-bora qayta tiklanishi va import qilingan oziq-ovqat mahsulotlariga baho dinamikasi inflyatsiyaning asosiy faktoridan bo'lmoqda. Ichki valyuta bozorida barqarorlik saqlanmoqda. Yil boshidan beri milliy valyuta 1.1% ga mustahkamlangan. Milliy bank sentyabr oyida ichki valyuta bozorida ishtirok etmagan. Bugungi kunga nisbatan 1 AQSh dollari 68 so'm 40 tiyinni tashkil qildi. Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida o'tayotgan Osiyo o'yinlarining 10-kuni natijasi bilan qirg'izistonlik sportchilar 11 medal sohibi bo'lishdi. 25-sentyabrda ular bilyard, sambo, suzish va kurash bo'yicha musobaqalarda ishtirok etishdi. Kickboks bo'yicha turnirda Avazbek Amanbekov 57 kilogrammgacha bo'lgan og'irlikda g'olib bo'lib, Qirg'iziston hisobiga 8-oltin medalni olib kelgan. Kickboks bo'yicha Aleksey Fedoseyev, kurashdan Aysulu Tinibekova va sambochi O'rozbek Atandil-o'g'li finalga chiqib kumush medallarga ega bo'lishdi. Bilyardchi Qanat Sidiqov, kickbokschilar Aybek Dushenbiyev, Akram Baratov, Chingiz Qalbayev, sambochilar Belek Barakanov, Maqsad Musabayev va polvon qiz Ayperi Medet qizi bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Osiyo o'yinlaridagi 10-kunning natijasi bo'yicha Qirg'iziston terma jamoasi hisobida 59, ya'ni 8 oltin, 18 kumush va 33 bronza medal bor.